Qaranglarda, shariatimizda nima man qilib harom qilingan bo'lsa, albatta habis, iflos narsa bo'ladi. Cho'chqami o'zini axlatini yeydi. Cho'chqami boshqa hayvonlar axlatini yeydi. Turq tarovatini ko'ring. Uni turqiga qarab turib harom qildimi Alloh taolo? Yo'q, undan xunuk hayvonlar bor, harom emas. Uni figurasi uchun harom qilindimi? Yo'q, nopok, habis bo'lganligi uchun. Va yuhillu lahumut tayyibati va yuharrimu alayhimul khaba'ith. U payg'ambar pok narsalarni ular uchun halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi. Aytinglarda, shariatimizda harom deyilgan narsani birontasini pokiza deya olasizmi? Aroqni oling. Aroq ichganda nima bo'ladi odam? Biz ichmasak qanday? Yo'q, ichmaganlar biladi uni. Chunki ichib olgan nima bo'layotganini ko'rmaydi o'zini. To'g'rimi? Abu Bakr Siddiq ichmagan ekan hech qachon. Johiliyatda ham. Nimaga desa, bir odam mast bo'lib olib, shunaqa mast bo'lib, yiqilib tushib, qo'li loy bo'lganda o'zini bavli bilan qo'lini yuvayotganini ko'rib, agar aroq ichishlik shunga olib boradigan bo'lsa, erkak kishining muruvvatini yo'q qilsa, ichmayman deb o'ziga harom qilgan edi. Ribo, sudxo'rlik. Harom desang, kimda aytadi, nimasi harom? U ham tijorat, bu ham tijorat. Unda ham shuncha pul ishlataman, 10% foyda olaman. Mana bu ko'chadagi oldi sotdik ishlatsam, 10% foyda olaman. Nima farqi bor deydi. Ha, to'g'ri, senga farqi yo'q. Chunki halol haromning farqiga musulmon odam boradi. Musulmon odam boradi. Qalu innamal bay'u mithlu riba va halallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Ular aytishdi, bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh taolo bayni halol qildi, sudxo'rlikni harom qildi. Sudxo'rlikning birodarlar oqibati nihoyatda og'ir. Qiyomatda sudxo'r odamga malaikalar ol qurolini deyishadi. Nima qilaman? Alloh bilan urushasan. Agar yeyishingiz, ichishingiz harom bo'ladigan bo'lsa, harom bilan o'ralgan bo'lsangiz, duoingiz ham ijobat bo'lmaydi, amalingiz ham qabul bo'lmaydi. Ribo harom. Bu insonni halokatga olib boradi. Faqat sen buni o'zini ozgina insoniy aqling bilan tushunmayapsan xolos. Odamlar bor. Yeyishida, ichishida, kiyinishida, yurish-turishida, oldi berdisida halol bilan haromning farqiga bormaydi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu soliha inni bima ta'maluna alim. Yuborgan barcha payg'ambarlarimizga shunday degan edik. Ey payg'ambarlar, halol pok taomlardan yenglar va yaxshi amallar qilinglar. Albatta men qilayotgan amallaringizni bilguvchidirman. Davlenasi bor odam qo'yog'ida osh yesa davlenasi oshib ketadi. Doktor aytadi, "Mana narsani yemang" deydi. Yesangiz pachaq bo'lasiz deydi. Yeydi pachaq bo'ladi. Alloh taolo mana narsa harom qilma dedi. Qilgan pachaq bo'laveradi.